Zavod qiling. Yana bitta. Ana bo'lmasam. Toyota Land Cruiser 300 avtomobilini motori taqillab qolibdi. Qoyilmisizlar? Toyota avtomobillarining motori uncha-unchaga buziladigan motorlardan emas, lekin baribir ba'zi bir sabablarga ko'ra avtomobilda bunday holatlar va bundan-da qiyin holatlar uchrashi mumkin. Toyota'ning motorini taqillatish uchun nima qilish kerak? Sifatsiz moy quyish kerak. Sifatsiz moy quyish kerak. Toyota servis rasmiy avtodealerlik markaziga kelsanglar, mana servisimizda rasmiy o'zini moyi bor, ana shu moydan foydalanish kerak va rasmiy servis markazida texnik xizmat ko'rsatish kerak. Tashqaridagi ustalar yomon demoqchi emasman, lekin bu avtomobillarning o'ziga yarasha reglament va o'ziga yarasha qoidalar bor. Ana shu qoidalarga rioya qilgan holda texnik xizmat ko'rsatib, avtomobilni texnik nima deydi? Ekspluatatsion davrini oshirish mumkin. Demak, bu dvigatelni ertaga ochib ko'ramiz va xudo xolisa ayb kimda va nima sababdan bu motor taqillaganini birgalikda ko'ramiz.